Marg'ilon shahar markaziga 2,5 kilometr plus minus atrofida keladigan xonadonimiz. Manzilimizga aniqroq yondashadigan bo'lsak, eski Arabaka shashlik chorrahasidan shundoqqina Yozyovon tomonga yo'nalish qilganingizda chap tomonda keladi. Oxundada jome masjidni ham yaqingina bo'lib turibdi. Bahrin hududiga ham aynan yaqin hududda turibmiz. Mabodoga tushunmagan bo'lsangiz, pastki raqamlar sizlar uchun xizmatda bemalol lokatsiyani aniq qilib so'rab olishlaringiz mumkin. Ana endi proyektimiz bilan tanishamiz. Ko'rib turganlaringdek, xonadonimiz yarim tayyor holatda bo'lib turibdi. Yarim tayyor holatdagi uylar rasxod emas, aksincha yangi imkoniyat degani. Xonadonimiz 5,5 sotikdan iborat bo'lyapti. O'z ichida 6 xona uylari bo'lib turibdi azizlar. Undan tashqari bitta kengina hovlimiz ham mavjud. Bu tomonlarga alohida yondashamiz. Asosiy dorixonadan kirishimiz bo'lyapti. Patolog qismlarini ham shundoqina tunuka follar bilan chiroyli bosib qo'yibdilar. Yopiq zonamiz ham kattagina bo'lib turibdi. Bemalol ikkitadan mashinamizni bittadan sovuramiz, bemalol joy bo'la oladi. Yaxshi baquvvat qurilish bo'lgan ekan. Asosiysi qurilishimiz 2025-26-yillarda barpo bo'lgan bo'lib, pishig'ishda ko'tarilgan. Hozirgi zamon talabidagi Yevro proyektlar asosida bu xonadonimiz, imoratlarimiz ko'tarilgan ekan. Keyingi xonamiz bilan tanishamiz. Bittasini mehmonxona sifatida, bittasini oshxona sifatida bemalol foydalansangiz, chiroyli holat bo'ladi azizlar. Ana endi asosiy proyektimiz bilan tanishadigan bo'lsak, bu tomonda 4 xona uyimiz bo'lyapti. Zinadan ko'tarilar ekanmiz, kengina hol kutib oladi sizlarni. Xolasangiz batta o'zini divanni zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, chunki bu tomonlarga bemalol televizorlarni ila, bu tomonga divanlarni qo'yib oladigan bo'lsangiz, mehmonxonada ham qishqiroqli kunlarda bemalol mana shu yerda o'zidan bexijolat kuzatishingiz mumkin. Navbatdagi xonamiz bilan tanishamiz. Xonalar planirovkasini o'zingizga moslasangiz bo'ladi, ya'ni hop tartibotini demoqchiman. Keyingi xonalarimiz bilan tanishamiz. Bu tomonlarda o'z ichida sanuzullari bilan yotoqxonalarimiz bo'lyapti azizlar. Keyingi xonamizda bor ekan sanuzul, bunisida yo'q ekan. Endi bittasini bolalar uchun, bittasi kattalar uchun qo'ysangiz, aynan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana endi sirazi orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomonimizda ho'zdorimiz bor, koridorlarimiz keng bo'lib turibdi. Xohlasangiz yopiq qilib olishingiz ham mumkin. Va orqa tomonimizdagi joyda qarang, kengina bo'lib turibdi. Suv ta'minoti, kanalizatsiya ta'minotlarini olib kelib qo'ygan ekanlar. Endi kanalizatsiyasi ham shaxsiy bo'lishi kerak menimcha. Olib kelib olsangiz, xonmo, hojatxona, yozgi oshxona, shunga o'xshash o'zingiz komfortingizga nimaki kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasini amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan 56.800 dollar baholandi. Albatta kelishuv asosida. Bu xonadonimiz korobka holaticha, hop, santexnika montaj, elektromontajlari barchasi qilingan. Narxi 56.800 dollar. Mabodo kvartirangiz bo'ladigan bo'lsa, kvartirangizni sotuvga qo'yib turib, bu xonadonni olish imkoniyatiga ham egasiz.